Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz o'z shahrimizdagi obyektimizni yakuniga yetib qolyapmiz. Alhamdulillah, bizda hozir kirish ishlari ketyapti. Bu uyimizni kvadrati общий 170 kvadrat. Bu yerda noldan olganmiz material bilan. Hammasi kачественный materiallarda bo'lgan, rossiyskiy armaturalar bo'lgan, pishgan g'ishtlarda bo'lgan. Option materiallar hammasi kачественный materiallarda qurilgan. Surogimiz 3 oy davomida uyimizni noldan, kotlavandan ko'tarib tomigacha yetdik. Hozir ishlarimiz уже внутренний ishlari boshlandi, отопление sohalariga kirishdi ukalarimiz. Shunaqa sizlarga ham uylar bo'lsa, proyektlar bilan o'sa beramiz. Biz nafaqat O'sh shahri, Qirg'iziston bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha ishlarimizni olib boramiz. Amonat qurilish kompaniyasi qanaqa vопросlar bo'lsa, telefon qilsanglar, sizlarga javob beramiz.